Agar kuniga 1-2 soatdan vaqt ajratib telefon orqali biznesingizni masofaviy ravishda boshqarmoqchi bo'lsangiz, unda bu video aynan siz uchun. Chunki buni imkoni bor va mana shu videoda sizga aniq yechimini ko'rsatib beramiz. Bugun sizga beradigan yechimning nomi Odoo IT programmasi va bu dunyoda eng zo'r programma aynan bizneslar uchun. Xudo xolasa, bu O'zbekistonda mashhur bo'lib kelayotgan programma, allaqachon 450 dan oshiq kompaniya buni ishlatib kelyapti va o'sha kompaniya safiga xudo xolasa bu videodan keyin siz ham albatta qo'shishingiz kerak bo'ladi. Unda biz boshladik. Ismim Ravshan Turgunov, tizimlashtirish hamda boshqaruv sohasida oxirgi 5 yildan beri yashab kelyapman. Undan tashqari Turgunov konsalting jamoamiz bilan 20 tadan oshiq kompaniyani tizimlashtirganmiz hamda tadbirkorlarga operatsionkadan chiqishga yordam berganmiz. Bizning yordamimiz orqali ularning kompaniyalari tadbirkorsiz rivojlanib, o'sib kelyapti. Qo'shimcha qilib aytib ketaman, o'zimda asoschilik klub hamda asoschilik podkast loyihalarim meni ishtirokimsiz ham ishlab kelyapti hamda o'sib boryapti. Ya'ni bugungi beradigan usullarimiz aniq ishlaydi. Siz uni shunchaki qo'llasangiz va o'zingiz biznesingizda ishlatsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Agar sizni biznesingiz bir necha yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsa hamda siz $10,000 plus sof foyda qilayotgan bo'lsangiz, unda katta ehtimol bilan tizim bilan bog'liq bo'lgan sizda 3 ta muammo bo'ladi. Birinchisi bu ma'lumot almashuvi sekinligida. Ya'ni rahbargacha ma'lumot yetkazguncha ko'p vaqt o'tadi. Rahbar aytaylik 1 haftadan keyin faqat muammolarni aniqlay olishi mumkin yoki balkim bir necha oydan keyin. Bu juda yomon holatlarda. Undan tashqari ikkinchi muammomiz bu rahbar o'zini biznesini ustki go'rdoshkalarini bilmaydi. Ya'ni qaysi bo'limda bizda qanaqadir yetishmovchilik yoki kamchilik borki, o'shani to'g'rilasak, biz yaxshi bo'lib ketishini bilmaymiz, chunki ko'pincha bizneslar balkim raqamlarda emas, shunchaki og'zaki gap boshqarilishi mumkin. Yoki-da bizda to'g'ri KPI'lar qo'ymagan bo'lishimiz mumkin. Yoki-da biznesga bitta to'liq modelda qaramaymiz-da, bo'limlarni alohida ko'rib yurgan bo'lishimiz mumkin. Undan tashqari uchinchi muammo bu kompaniyalarda samaradorlik pastligi. Hamma kompaniya sekin ishlaydi, chunki dasturiy ta'minot taraflama biz har bitta bo'limga alohida programma ishlatamiz. Natijada 10 ta programmada ishlaymiz. Bizda bir yana 5 ta 10 ta Google Sheet'imiz bor, moliyalar qiyin, har safaro yangi narsa ochiladi, o'zimiz adashib qolamiz chunki programmalar ko'payib ketgan. Endi mana shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun menda sizga zo'r yechim bor. Uni nomi Odoo ERP. ERP bu barcha bo'limlarni bitta programmada boshqaradigan programma nomi. Uni tarjimasi Enterprise Resource Planning, lekin bu muhim emas. Shunchaki eslab qoling, barcha bo'limlarni bitta programmada boshqarsangiz, uni nomi ERP bo'ladi. O'sha Odoo programmani keling siz bilan ko'rib chiqamiz. Atilab siz uchun biz bitta demo yasadik, ya'ni O'zbekistonga to'g'ri keladigan bitta demo yasadik va o'sha demoda hozir siz ko'rib chiqasiz, o'zi qanaqa qilib skladda boshqarasiz, qanaqa qilib ishlab chiqarishni, qanaqa qilib moliyani boshqarsa bo'ladi. Hop, Odoo haqida men ko'p videolar ko'rib chiqdim. Afsuski, sodda lo'nda tushuntirilgan videoni topolmadim o'zbek tilida. Shuning uchun keling mana shu videoni unda o'zimiz qila qolaylik dedim. Hop. Mana bizning interfeysimiz bu misol uchun demo bo'lishiga qaramasdan, agar siz pulingizni sotib olsangiz ham hamma narsa xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun o'z odatda biz buni ko'rsatayotganimizda demo.odoo.com dan ko'rsatamiz mijozlarga, lekin bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Bu yerda mana demoda widgetlar ko'proq, kerak emaslarni ham ko'proq, sizni chalg'itmaslik uchun kamrosini qoldirish, eng keraklarni qoldirish, shuning uchun bu eng maksimalni sodda ko'rinishda qildik. Hop, bu yerda bizning home page'imiz, nimalarni ko'rishimiz mumkin? Har xil widgetlar bor. Bu widgetlar bu modullar va mana shu modullar orqali siz turli xil bo'limlarni boshqara olasiz. Hop, dasturni tiliga keladigan bo'lsak, buni mana misol uchun hozir biz rus tilida turibdi, lekin kerak bo'lsa ingliz tilida ham olib borsa bo'ladi. Xohlasangiz menda dizayn oq turibdi, qoraga o'girsa bo'ladi. Ya'ni dizayn tarafidan bu juda ham zo'r ishlangan. Boshqa ERP'larning dizaynlari juda qo'rqinchli. Misol uchun siz SAPmi yoki 1S'larga kirsangiz qo'rqinchli widgetlar, dizayn yaxshi ishlanmagan, o'sha 30 yil oldin balkim 80-90-yillarda dizaynlar qolib ketgan. Bu esa bizga juda ham qulay, UI UX taraflama, interfeys ya'ni osonligi taraflama hamma narsa yaxshi. Hop, bizda mana bu yerda har xil panellar bor. Обсуждение, kalendar, знание, kontakti, CRM, продажи mana sotuv bo'limi uchun. Keyin panel управления, mana shu dashboard, торговая точка, бухгалтерия, сайт, покупка, склад, сотрудники va hokazo. Keling, bugun sizga barcha narsani ko'rsatib chiqaman. Sodda narsadan boshlaylik. Har bitta kompaniyada bitta muammo bor. Xodim keladi, o'zining Telegram'idan ishlaydi
mijozlar bilan kerak bo'lsa o'zini Telegramda gaplashadi yoki o'zinglarni gruppanglar bo'ladi Telegramda va u ketgandan keyin hamma perpiskalar bilan birga ketib qoladi. Mana shu narsa bo'lmasligi uchun siz bu yerda hamma sizni xodimlaringiz ishlaydi va sizni o'zingizni messengeringiz bor. Misol uchun bu yerda o'zingiz yangi qanaqadir guruhlar ochishingiz mumkin. Misol uchun mana keling, mana bitta guruh ochdim. Mana shu yerda imенно qaysidir loyihalarni gaplashib o'tirishim mumkin. Undan keyin agar Notion ishlatadigan bo'lsanglar, ya'ni misol uchun men doim aytaman, tizimlashtirishdan oldin, raqamlashtirishdan oldin reglamentlar, biznes protsesslar tuzib chiqish kerak va o'shani dokumentlarini mana shu qo'shib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda shundoq Notion ishlatgan bo'lsanglar, Notiondagi ishlaydi. Bu mana bu yerda xohlaganingizcha ma'lumotlar qo'shib keta olasiz. Bu znaniya bo'limi. Ya'ni ma'lumotlar, xodimlar ish yo'riqnomalarini va shu kabi ma'lumotlarni mana saqlasanglar bo'ladi. Keyin bizda mana kalendar bo'limi bor. Bu juda ham qulay. Misol uchun ko'p kompaniyalar Google kalendar ishlatadi, lekin Google kalendarini ba'zi narsalarga ula olmaydi. Misol uchun hamma CRMga ula olmaysiz va hokazo. Bu yerda esa bu kalendari ham CRMga, ham kerak bo'lsa to'lovlarga, buxgalteriyaga, ham to-do listlarni, zadachalarga ulangan va misol uchun bugun sizda bitta strechingiz bo'lsa, rahbaringiz bitta vazifa qo'ygan bo'lsa yokida aytaylik bitta klientga borib apatan olib kelishingiz kerak bo'lsa, hamma narsalar bu yerda chiqadi. Shu tarafni bu yerda qulay bo'lgan. Mana bu yerda o'zingizga ham vazifalar, zadachalar, uchrashuvlar belgilab ketsangiz bo'ladi. Buni yaxshi tarafi, buni kalendari barcha bo'limlarga integratsiya qilingan. Siz kalendaringizga kirib, o'zingiz xodimlaringiz bugun nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak hammasini ko'ra olasiz. Keyingi bo'lim mana kontakti. Albatta har bitta kompaniyaning eng katta boyligi bu uni klientskiy bazasi yoki поставщикlarning bazasi bo'lishi mumkin. Kontakti bo'limida bizlarning hamma o'sha mijozlarimizni va hokazo ularning kontaktlari chiqadi. Undan tashqari mana bu ko'rishinglar mumkin. Mana kontaktga kirsak, mana bu yerda ishlar turibdi mana. Ko'klar turibdi, qizili, oranjevisi, mana oranjevisiga bundoq kirsak, bu yerda ko'rsak bo'ladi, ikkita продажа ketyapti. Mana shu klient bilan demak bizda hozir ikkita zakaz ketyapti. Shu taraflama qulay, ya'ni klientskiy baza prosta emas. Klientskiy bazaga yana zakazlar ulangan, moliya ulangan, qaysidan pul olishimiz kerak va hokazo. Do'stlar, o'zi nega bizga ERP kerak? Tinchgina sotuv uchun AMSL ishlatsak bo'ladi, moliyaga tinchgina Google Sheet ishlatsak bo'ladi. Skat uchun Moiskat qo'yib qo'ysak bo'ladi. Muammo shundaki, ular bir-biri bilan yaxshi ulanmaydi, u programmalar. Keyin Messenger uchun Telegram ishlatasiz va hokazo. Bular bir-biri bilan integratsiya qilinmaydi. Itogo siz bitta klientning ma'lumotini 4 ta har xil joylarga kiritib boraverasizda, bitta xodim sizda 4 ta ish qiladi. Undan ko'ra bitta ish qila qoling. Bitta tizim qo'yasiz, bitta ish qilasiz, hamda ma'lumot almashuv tez bo'ladi. Siz o'zingiz o'sishingiz osonroq bo'ladi. Siz bittada ko'ra olasiz, qaysi bo'limda nima muammo ketayotganligini. Keyin mana bizda aytaylik, CRM bo'lim bor ekan. CRM bo'limiga kiramiz. CRM bo'limida biz ko'ramiz mana bizdagi sotuvlarni. Oddiy mana AMSL ham ishlatgandir, Bitrix ham ishlatgandir. Xuddi o'sha yerdan hech qanday narsasi bilan farq qilmaydigan CRM Kanban mana bu yerdan kartochkalarni keyingi etapga o'tkaza olasiz. Mana bu yerdan zadachalar qo'yib chiqa olasiz. Telefon qilish kerak yoki anaqa qilish kerak va undan tashqari nimasi buni yaxshi? Nimasi buni yaxshi? Bu yerda siz CRMni o'zida savdo qila olasiz. Aytaylik, AMSLda siz tushum kirita olmaysiz yoki men produkt tanladi deb ayta olmaysiz va hokazo. Bu yerda esa mana bizning klientimiz bor. Mana IT Uzbekistan degan bizning klientimiz bor. Keling, mana shu klient bo'ldi, короче, men sizdan olaman dedi. Zo'r, nima olmoqchisiz? Endi men buni olmoqchiman, buni olmoqchiman deb aytayapti. Qani o'zi ko'ringlar bu demoda qanaqa mahsulotlarimiz borligini. Mana unga biz yangi zakaz ochamiz. Mana tovar. Nima olmoqchi? Bizda qanaqa tovarlar bor ekan? Mana notebook. Notebook bizdan olmoqchi. Biz bo'ldi, biz kompyuter do'koni ekanmiz. Keling, bu bizda 20 ta zakaz beryapti o'zini qanaqadir anonsiga. Bitta notebook 20 million ekan. 20 million bo'lsa, 20 tasi 404 million bo'lib ketadi. 404 millionlik biz zakaz beryapti. Bo'ldi. Подтвердите, mana biz unga KP chiqardik. Bitta yana eng qizig'i, kerak bo'lsa buni biz отправить qila olamiz. Bitta KP bizda tayyor bo'ladi. KP ni biz unga jo'nata olamiz. Hozir sentni bossam, mana turibdi. Bu bizning KP'imiz.
kommersiy предложение bitta qilib beryapti mana 20 ta notebook 20 milliondan va hokazo. Endi bu yerda ingliz tilida chiqyapti, lekin eng qizig'i bu shablon. Xohlaganingcha buni yasattirasiz. Xohlasangiz sizning ham logotipingiz bo'ladi, xohlasangiz bu yerda yana qo'shimcha ma'lumotlari bo'ladi. Lekin bittada hozir mana biz KPN chiqardik, ya'ni ko'p kompaniyalar bilaman, KPN tayyorlashni o'ziga ko'p vaqt ketadi. Xo'p, endi mana bizni qarang, juda ham qiziq holat. Biz bitta KP yasadik, lekin biz CRMning ichidamiz. Ya'ni CRM moliya, yana sotuv bo'limi uchun juda ham ko'p keng bizda imkoniyatlar bor. Endi davaytsa mana bu bizdan pul to'lamoqchi bo'lsin. Bo'ldi, endi biz mashina pulini to'lattirmoqchimiz. Bu yerda mana tanlashimiz mumkin, qatga bu kelyapti yoki davaytsa первоначальный vznos to'lasin, u faqat 50% ni to'lab ketadigan bo'lsin. Tak, mana o'sha to'lovni anonsini ochamiz. Bu B2B sotuvlarga, buni tushunib turibsizlar. Keyin nima qilsak bo'ladi? Mana 50% ni bo'lib подтвердить. Tushum oldim deb belgilab qo'yibman. Keyin buni eng qizig'i shu apatis qilayotganda moliyachi ham buni ishlatadi, buni подтверждениeni moliyachi beraveradi. Tak, bo'ldi. Oplata o'tdi. Oplata o'tdi. Endi sizda savol tuyishi mumkin, bu juda qiyin-ku oplatani qabul qilish. Bu B2B ga, buni siz Bell ishlashingiz mumkin, o'zingizni dedoxingizni ulab, mashdan shot faktura jo'natsangiz bo'ladi, mashdan do'g'ri jo'natsangiz bo'ladi. Endi aytaylik siz oddiy do'konsiz va do'konda sizga kassa apparat kerak. Bu yerda bu narsa ham bor. Mana targov точкаga kiramiz. Oplatani qabul qilishni ancha osonroq yo'li ham bormi? Ha, bor. B2C ga mana sizga hozir oson yo'lini ko'rsataman. Shunchaki kassani ochib qo'yasiz. Esingizda bo'lsa, IT Uzbekistanimizda 20 ta olib ketuvdi. Endi IT Uzbekistan 20 ta botdan qanaqa olib ketadi. Xo'p, денежные средства на начало периода 0 so'm bilan kassani ochamiz. Xo'p, 64 lik mamchi mami notebook qiluvdi, narxi bu. Klient kim? IT Uzbekistan edi. Mashina tanlaymiz. Bo'ldi, qancha oplata qilyapti? Buni 50% deylik. Количество 20. Bo'ldi, oplata 50%. Bunaqa ham qo'ysa bo'ladi. Nima, наличный karta yoki akkaunt klientami? Наличный to'lab ketyapti deylik. Bo'ldi, mana 50% to'ladi. Juda ham sodda. Bu B2C ga ham bunaqa ishlaydi. B2B ga endi bilasiz, через договорlar anaqalar ancha boshqacharoq bo'ladi. Va bu yerda bizning boshqa shablonimiz bu chekimiz shabloni. Biz ham QR kod qo'shib qo'yganmiz, ham keyin boshqacha rasm qo'shsak bo'ladi. Bizning logotipimiz bo'lishi mumkin. Bittada chek chiqyapti. Juda ham oson. Bo'ldi. Zakazga o'tamiz. Yangi aniq qilsa bo'ladi. Eng qizig'i buni bitta planshetga ulab qo'ysangiz bo'ladi. Sizda do'kon bo'lsa, o'sha do'konni faqat planshetdan ko'rib, hamma savdoni o'shdan yurg'izsa bo'ladi. Xo'p, ya'ni ko'p boshqa programmalarda mana shu POS sistemasi bo'lmaydi. Buning nomi POS sistema, Point of Sales deyiladi. Va shu taraflama bu Odoo'ni afzalligi. Endi kelinglar boshqa bo'limlarni ko'rsataman. Bu oplata принятияsi. Endi aytaylik, bizga dashboard kerak. Ya'ni tadbirkor sifatida qaniydi men bitta programmaga kirsam, biznesim полный raqamlarda ko'ring. Nechta sotuv qilyapmiz, nechta oplata tushyapti va qanaqa o'zi natijalar bo'lyapti. Mana panel управления kiramiz. Panel управления kirganda bizda mana hamma butun biznesimizning raqamlari juda ham qulay dashboard. Bunaqa dashboard boshqa ERP tizimlarda mavjud emas. Qarang, misol uchun bitta kirishingizda bu taqim defaultnisi. Bundan tashqari yana boshqachasiga o'zgartirsan, yazsa ham bo'ladi. Lekin defaultning dashboardning o'zini azaliy taraflarini qarang. Mana bu yerda ko'ramiz, nechta kommersiy предложение hozir bor, nechta zakaz bo'ldi. Dohod. Mana 813 million biza tushum qilamiz. O'rta chek qancha? O'rta chek 73 million 878 ming ekan. Deshimsam shunaqa. Xo'p, endi biz ko'rishimiz mumkin. Eng zo'r KPL qaysi bo'ldi? Eng zo'r zakazlar qaysi bo'ldi? Mana men IT Uzbekistan 404 million. Hozirgina men uni qildim. Mana shu zakaz eng katta bo'libdi. Keyin eng zo'r tovarlar qaysi bo'lyapti? Mana Acer notebook 708 millionli bu revenue, ya'ni tushum olib ketdi.
mana shu hozirgina o'ynagan anonimda. Qaysi davlatlarda eng ko'p sotilyapti? Endi faqat O'zbekiston bu yerda turgan ekan. Qolgan davlatlarda paka savdoni belgilamagan ekanmiz. Xo'p, eng zo'r kategoriya nima? Mana eng zo'r kategoriya noutbuklar sotilayotgan ekan. Eng zo'r klientlar qaysi? Mana ITE Uzbekistan mana 600 million oborot qilib bergan. Qaysi sotuvchi eng zo'r sotyapti? Bitta komanda belgilagan ekanmiz. Eng zo'r sotuvchi qaysi? Mana Suhrob Favarqulov ekan bizda eng zo'r sotuvchi 562 million tushum qilibdi 6 ta zakazdan. Eng zo'r istochniklar buni kiritmagan ekanmiz. Buni kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Instagram, Facebook, nima? YouTube, Google, Sarafanka nimadan kelishyapti o'zi? Bilgis keladi-ku, mana meni klientlarim o'zi aslida qayerdan kelyapti. Va bu shunaqa hozir nuqtadamiz, tarixda bunaqa nuqta bo'lmagan. Siz biznesingizni shunaqa zo'r texnologiya orqali boshqara olasiz. Bittada aytaylik, masalan, balki 1 minutda kirib telefonni ochib, raqamlarda siz ko'ra olasiz qanaqa nima bo'lyapti. Eng qizig'i bu hozir 90 kunni ko'rsatyapti. Biz esa faqat bugungina ko'rishimiz mumkin. Bugungi ma'lumotlari mana o'zi kam. Mana zakaz 6 ta bugun bo'pti. Mana men aytay O'zbekiston 404 million bo'pti. Va hokazo. Yoki keling mana men misol uchun 30 kunni bitta knopkani bosilishi bilan dashbord bizga ko'rsatib beryapti va bu biz faqat savdodamiz. Eng qizig'i bu dashbord har bitta bo'lim uchun ishlaydi. Aytaylik bizda mana tovar bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Qaysi tovarlar nima ketyapti. Mana Acer notebook 45 sotilgan ekan deyapti. Endi men 40 tasini men hozir sotib qo'ydim. 5 tasi mendan oldin yana kiritilgan bo'lsa kerak. Mana eng sotilayotgan tovarlarni ko'rsatyapti. Bestselleri по доходам, ya'ni eng sotilayotganlar. Лучшие продавцы по количеству проданных единиц. Qarang, bu dashbordda zo'rligini siz prям ko'rib turibsiz nima bo'layotganligini. Kompyuter noutbuklar 730 million tushum qilayotgan ekan. Va hokazo. Va buni boshqa joylardan ham ko'rsatib bo'ladi. Buxgalteriya, qanaqa xarajatlaringiz bo'lyapti, qaysi kategoriyaga ketyapti, qaysi shotlar, qarzdorliklar. Bu dashbordni xohlagancha siz yasatsangiz bo'ladi. Endi sizga savol-da, buni biz xohlagancha yasatib bera olamiz sizga. Lekin qaysi ma'lumotlar sizda bo'lsa, siz biznesingiz 2-3 barobar tezroq o'sib ketardi. Nima siz qarzdorliklar bilan qiynalyapsizmi? Siz klientlar qayerdan kelayotganligini bilmayapsizmi? Sizda o LTV, mana retention qancha bo'layotganligini bilmayapsizmi? O'rta chekingizni bilmayapsizmi yoki o'rta marja foydangizni bilmayapsizmi? Barcha narsasi bu yerda bor. Yo'q bo'lsa biz qo'shib bera olamiz. Chunki bu oduni dashbordda shu zo'r tarafligi xohlaganingizcha o'zingizga nastroyka qila olasiz. Misol uchun men sizga hozir bu yerda programmani ko'rsatyapman. Siz o'ylasangiz, ancha sodda narsa ekan-ku, mana shunaqa sodda qilib ishlasa bo'lar ekan-ku deb o'ylashingiz mumkin. Bitta narsaga e'tibor bering. O'zi biznesingizda mana moliyachi bilan ishlaysizmi, moliyachisiz ishlaysizmi? Mana shu mana dashborddagi raqamlarni olish uchun qancha vaqt ketadi sizda? Ya'ni siz so'raysiz, tayyorladi, keyin u 1-2 kun tayyorlaydi, keyin sizga beradi, Telegramdan tashiydi, sizga kerak emas shablon ko'rinishida berishi mumkin. Yangi moliyachi bo'lsa, siz tushunmaydigan raqamlarni kelishi mumkin. Bu esa bitta knopkada ishlayapti. Siz balkim agar mana shu programmani to'g'ri ishlatib ketsangiz, sizga moliyachi kerak emas bo'lardi, kichkina ob'yomda. Xo'p, endi siz buxgalteriya bilan ishlaysiz. Siz aytasiz, menga P&L qilib beringlar. Men qancha foyda zarar ko'rdim. Menga cash flow ko'rsatinglar. Menga balans chiqarib beringlar deb aytishingiz mumkin va bu o'sha отчетlarni tayyorlash uchun ular vaqt tayyorlaydi. Lekin bu yerda esa mana buxgalteriya bizda bor. Buxgalteriyada qaranglar. Отчетовskiga kiramiz. Buxgalterskiy balansni bossak bittada chiqadi. Balans nima? Qancha? Qaysi mana accounts receivable mana shuncha qarzdorliklar bor ekan. Biz shuncha pul yig'ib olishimiz kerak ekan. 679 million pulimiz ko'chada yotibdi cho'g'imiz. Mamta неполученные поступления bor ekan. Hammasini ko'ra olasiz. Qancha qarzlarimiz bor, qancha kimga berishimiz kerak, mana accounts payable. Deshmasam biz buni berish kerak bo'lgan pullarimiz. Endi bu MFSO bo'yicha qilingan, ya'ni xalqaro moliya standartlari bo'yicha. Ertaga buni misol uchun siz investitsion fondda jalb qilsangiz ham mana shu ko'rinishda hamma qabul qiladi-da. Ya'ni standartlar bo'yicha bu yerda hamma narsa to'ppa-to'g'ri tuzilgan. Bu standartlarni alohida bilishingiz ham kerak emas-da buni chiqarish uchun. Chunki bitta hamma narsa bitta knopkada bor. Xohlasangiz sравнение qilamiz. Keling, xuddi shu period o'tgan oy. Mana 11 emas, 10 qilaylik. Mana bu yerda ko'rsatib beryapti. Mana ikkita periodda qarang.
uncha ikkita отчет qilishingiz kerak edi. O'tgan oy отчетni qayerda edi deb topishingiz kerak qayerdadir kabinetda. Bu yerda esa onlayn bo'lyapti. Mana bu yerda ko'rsatyapti. Mana biz o'tgan oydan ko'ra 445% mana bu shotimizda ko'proq оборот qilayotgan ekanmiz. Va o'sishlarni ko'rsatadi bu полностью. Nimada qanaqa o'sish bo'lyapti? Вообще fantastikada, bilmadim. Har safar buni ko'rayotganda men o'zim hayron qolaman. Shunaqa отчетlar ko'p bo'ladi. Misol uchun, keling yana boshqa отчетlar bor. Прибыль убытки. Konkretni ko'rsatadi, nima qancha bor. Mana net income, mana bu 592 million sof foyda qildi deyapti 25-yilda. Kerak bo'lsa, buni boshqa misol uchun keling faqat noyabr ko'rsat deb aytamiz. Noyabrda 554 million deyapti. Keling biza oktyabrda deymiz. Oktyabrda 37 million. 37 million hokazo. Shunaqa go'zalliklari bor. Mana bu отчет o движение средств, cash flow deyshadi. Cash flow'ni chiqaramiz. Bu oktyabr 25. Menga noyabr ko'rsat. Tushunasizlarmi? Ya'ni hamma narsa tezlashsa, tasavvur qiling, qanaqa ko'proq pul topishmoqchisiz va qanchalik tezroq ishlashni boshlaysiz. Chunki bitta hozir buxgalterga mana buni qilib ber desangiz, qancha vaqt unga ketadi-da. Keyin buni PDF qilib bitirib ko'chirib olsangiz ham bo'ladi. Mana bizning PDFimiz, knopkani bosdik, bitta движениeni skachat qildi. Mana bizning cash flow balansimiz chiqdi. Отчет о движении денежных средств. Вообще juda ham tez и eng qizig'i qolgan shabloningizni bunaqa tez ko'chirsangiz bo'ladi. Va eng qizig'i, mana bitta narsani ko'rsataman hozir. Mana biz отчетnisini qaradik. Hozir men PDF ko'rinishida ko'chirdim, lekin undan tashqari mana Excel SC formati ham bor. Ya'ni bu oddiy Excel qilib ham ko'chirib olsa bo'ladi ichida отчетlaringizni. Odatda, misol uchun kompaniyalar investitsiya jalb qilish uchun o'zini haqida ma'lumotlar yig'adi-da. Ma'lumotlar yig'ish uchun bir oy ketib qolishadi. Siz bitta knopka bilan ma'lumotlarni chiqarib olasiz, qanaqa оборот, qanaqa nima bo'lgan. Endi buxgalteriya bo'limini ko'rsatdim. Sizga o'sha qanaqa qilib bu yerda отчетlarni ko'chirish mumkinligini, qarzdorliklarni qanaqa ko'rish mumkinligini, sizga qanaqa qilib B2C da pul qabul qilishni, qanaqa qilib CRM ishlatishni, qanaqa qilib B2B da qabul qilishni ko'rsatdim. Endi aytishingiz mumkin, menda sklad bo'lishi mumkin, menda zakupka bo'lishi mumkin. Keling, men sizga zakupkani ko'rsataman. Bizda zakupka bo'lim bor, bu yerda покупка deb qo'yishgan ekan. Aytaylik, mana Acer kompyuteri tugab qoldi va bizga yana mana Otabek Abdullayevdan biza yana olishimiz kerak. O'sha Acer kompyuterlarni chunki 45 sotib yordik-ku. Qani, mana shu kompyuterlardan давайте mana S-Rock ish stansiyasida endi bundan biz tugab qoldi. Bundan bir 30 ta yana olamiz. 3.200 dan olgan ekanmiz. 3.200 dan olib 20 milliondan sotgan ekanmiz. Qani shunaqa marjalar bo'lsa. Mana 100 millionlik deyarli anu chiqdi. Bo'ldi, подтвердить zakaz. Mana shu Otabek Abdullayev pastashlikdan olamiz. Mana danilarni kiritib borib, qachon, qayerga доставить v mana bitta o'zi skladimiz bor ekan. Ожидаемое прибытие. Endi mayli erta keladi deylik, hatto bir kun beraylik. Bo'ldi, подтвердить zakaz. Bo'ldi, biz anoni berdi. Endi qabul qilish. Misol uchun, men hozir admin akkauntdaman. Men birato'la ham smeta beryapman, ham unga pul to'layapman bu yerda, ham uni qabul qilyapman skladchi ko'rinishida. Aslida buni tushuntirgan bo'lsanglar kerak, u ko'p akkauntlar orqali mana shu tranzaksiyalar shu biznes protsess bo'yicha ketadi. Keling, buni qabul qilamiz. Bo'ldi, подтвердить. Mana shu 30 tani keldi. Buni zakazga kiraylik. Yana hamda 30 ta zakaz na покупку. Bu yerda ham turibdi. Ожидание счета, ya'ni bunga hali pul to'lamagan ekanmiz. Lekin buni qabul qilganmiz. Endi tavariga kiraylikchi. Tavarida mana mashinani tovar topishimiz kerak. Ryzen. Mana bu tovar bor ekan. Mana mashindan alishsam oldik. Lekin undan oldin juda ham ko'p nalichi qilib qo'ygan ekan azamda 20 ming 30 ta bor ekan. Hozir endi oxirgi mana shu 30 tasini biz sotib oldik. Oxirgi 30 tasini biz sotib oldik, xudo xolasa. Xo'p, endi siz skladtasiz.
sizda qanaqa masala paydo bo'lishi mumkin? Siz skalaningiz balansini bilmoqchisiz yoki skalani o'zi necha pulli narsa turibdi, qaysi biri qancha aylanyapti, nimadan nechta narsa bor deyishingiz mumkin. Buni ham oson. Bitta mana knopkaga bosib, nalichani bosamiz. Bizda nalichada nimadan qancha turishi bitta chiqyapti. Mana ko'rsak bo'ladi. Summa 1 bu qancha 1.564 milliardli skladimiz bor ekan. Hammaga nasib qilsa shunaqa skladlar, chunki mana bu yerda bolalar 800 mingta narsa qo'limizda bor deb belgilab qo'yishgan ekan. 800 mingta narsa qo'limizda bor. Zo'r. Qaniydi hammada shunaqa skladlar bo'lsa. Местохранение bo'yicha отчетlar mana ko'p, история перемещения ko'rsangiz bo'ladi. Qayerdan nima qayerga yurgan, qayerdan nechta mana 10 mingta sotilgan ekan. Mana buni yaqinda sotib oldik, 30 ta esingizda bo'lsa. Hozir yaqin 5 mingta oldin sotib olganimizda. Analiz перемещения tovarov. Juda ham funksiyalar ko'p. Ya'ni siz o'zingizga skalingizga buni joriy qilsangiz, siz bu yerda bittada ko'p narsalarni o'zingizga joriy qilasiz va bittada ko'p narsalarni boshqara olasiz. Xodimlarni boshqarsangiz bo'ladi. Mana сотрудникка kirsak, bu yerda load sample data qilib ko'raylik. Mana bizda mana 3 ta xodim bor ekan. Emma Granger, Michael Williams, Simon Jones uzr. Xo'p. Bu yerda ko'rsak bo'ladi, kim xodim bu, qanaqa, qaysi bo'limga tegishli va hokazo. Keyin bizni adashmasam bu yerda org strukturalarimizni ko'rsak bo'ladi, faqat bog'lanmagan ekan. Сотрудники bo'limida xodimlar kirib, barcha boshqa xodimlarni tanishib chiqoladi, kim nimaga ishlashi, org strukturalari imini mashqda bo'ladi. Undan oldingi videolarda ko'p gaplashib kelayotgan biznes protsesslarimiz hamda reglamentlar hammasi mashqda bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, akalar, bu mashq ko'rinishga ega. Men sizga eng bazaviy, eng muhim narsalarni ko'rsatdim. Qanaqa zakupka qilasiz, qanaqa qilib tushumni qabul qilasiz, qanaqa отчетlarni ko'rasiz, buxgalterskiy qanaqa qilib dashbordda raqamlarni ko'rishingiz kerak, CRM ishlatishingiz kerak. Batafsil kiramizda kirib ketaveramiz. Endi bu yerda mana bo'lsa nechta bu yerda men sizlarga 11 ta modulni ko'rsatgan ekanman hozir. Lekin aslida bu yerda bo'limlar ancha ko'proq, modullar bu yerda 90 ta ham ko'proq. Asosiy modullar siz biznesingizga kerak bo'ladigan u 20 tagacha balkim chiqadi. Har bitta biznesni o'zining ehtiyojidan kelib chiqib, biz modulni qo'shib, ularni nastroyka qilib, to'g'irlab ketamiz. Modullar bu yerda juda ham ko'p. Lekin aynan interfeysi bo'yicha va qanaqa qilib ishlashi bo'yicha shunaqa qilib qisqacha men sizlarga tushuntirgan bo'lar edim. Endi boshqa savollarga o'tamiz. Boshqa qismiga o'zi Odoo necha pul, qanaqa qilib joriy qilinadi, qancha vaqt ketadi, men har bitta odamga to'lashim kerakmi yoki ofis sotib olamanmi, qayerda informatsiyalar xranitsa qiladi va hokazo. Shu savollarga javob berib ketamiz. Okey. Birinchi savolimiz, Odooni narxi qanaqa? Odoo narxi juda ham zo'r. Agar siz misol uchun SAP qo'yadigan bo'lsangiz, 100 ta xodimga siz $7,500 kamida to'laysiz. Lekin Odooda esa bu narx 1300, ya'ni bitta pользовательga $13 SAPlarda $75 to'laysiz. $13 tushunishingiz uchun bu AMSRM, Bittrex 24 narxlaridan yoki Mo'ysklad narxlari bilan deyarli teng. O'shaning uchun bemalol buni siz o'zingizga nima desa bo'ladi, позволить qila olasiz. Sababi siz bitta xodimga bu summani to'lasangiz, u faqatgina bitta modul olmaydi, barcha modullarni oladi. Xohlaganingizcha o'sha keyin akkauntida foydalansangiz bo'ladi. Bu juda ham zo'r narx. Ikkinchi savol, ma'lumotlar qayerda saqlanadi? Ma'lumotlar, misol uchun bizni agar davlat korxonalarida ishlaydigan bo'lsak, ular doim aytishadi, bizning serverimizda turishi kerak, o'zimizda bo'lishi kerak. Bu yerda bunaqa qilsa bo'ladi, albatta. Lokal serverga qo'ysa bo'ladi. Xohlagan serveringizga Odooni qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni xohlaysiz o'zingiz serveringiz bo'lsa qo'ying o'shga yoki O'zbekiston serveriga, o'sha облачный serverga bog'lang yoki xohlaysiz Amazonga yoki xohlaysiz Odooni o'zining serverlari ham bor, o'shanga ham bog'lasa bo'ladi. Uncha qimmat emas, oyiga bo'lsa bir $50 bo'ladi. Xo'p, keyingi savol, consulting qanaqa qilib ishlaydi? Ya'ni nimani evaziga ishlaydi? Faqatgina o'sha Odooga to'lasa bo'ldimi? Unga to'laysiz, undan tashqari consulting o'zini xarajatlari bo'ladi. Bizlar bilan tizimlashtirish ishlaydigan loyihalar, biz loyihani qiyinchiligidan kelib chiqib chek belgilaymiz. Shu kungacha eng shu
kichkina cheklarimiz 10 mingdan boshlanadi va eng katta cheklar shu deyarli 100 minggacha borgan cheklarimiz ham bor. 4-savol, qanchadan keyin meni kompaniyam tizimlashadi va Odoo'ni men joriy qila olaman? Bu ham o'sha loyihaning kattaligiga bog'liq, lekin eng kichkina loyihalar 1 oy oladigan bo'lsak, 1 maksimum 2 oy bo'lsa, eng kichkina loyihalar, katta loyihalar 6-8 oy, 1 yilgacha ham borishi mumkin. Endi aytaylik, sizning kompaniyangiz 30, 40, 50 kishi bo'lsa, sizning loyihangiz 2 oyda tizimlashadi deb aytsa bo'ladi. Agar kompaniyangiz 10-15 kishi bo'lsa, sizning kompaniyangizni 1 oyda ham tizimlashtirsa bo'ladi. Lekin aytaylik, bizda ba'zi mijozlar 300 kishilik kompaniyani tizimlashtirmoqchi bo'ladi, ularga biz kamida 6 oy, 8 oylik muddatlar beramiz. Shunga qarab biz rejalashtirib, o'tga juda ham katta kuchlarni tashlashimiz kerak bo'ladi. Demak, hamma undan oldin gapirilgan gaplarni endi birlashtiradigan bo'lsak, Odoo bu dunyoda eng zo'r ERP tizim. Boshqa ERP tizimlarga chalg'ishni men tavsiya qilmayman, chunki har bitta bizning konsaltingimiz ERP tanlayotganda qolgan ERPlarni biz ko'rib chiqqanmiz. SAPni, 1Sni, o'zimiz O'zbekistondagi kichkina boshqa analoglarni va bitta narsani aniq ayta olamiz, orasida eng yaxshisi, eng hamyonbobi va dizayni eng zo'ri bu Odoo bo'lib chiqdi. Va siz bitta programma orqali ko'p prosesslaringizni avtomatlashtira olasiz. Ya'ni, отчетlar chiqarish, bo'limlar bir-biri bilan ishlashi, xulosa chiqarishingiz, qaror qabul qilishingiz va hokazo. Ko'p prosesslaringiz tizimlashadi, avtomatlashadi va hamma narsangiz tezlashadi. Tizimni siz bugun qo'ymaysiz, ertaga qo'yishingizga majbur bo'lasiz. Tizimsiz hech qaysi kompaniya kattalasha olmaysiz. Siz bitta 2-3 ta do'konga balkim jismonan o'zingiz kuchingiz yetar, lekin hech qachon 40 ta do'konni tizimsiz boshqara olmaysiz. Hech qachon 40 ta do'konni programmasi boshqara olmaysiz. Ertaga sizni ustki go'rlishgingiz faqat masha bo'lib qoladi. Mashini yechmasangiz siz rivojlanmaydigan bo'lib qolasiz. Va agarda siz mana shu Odoo'ni bizani demoyimizni ko'rib, "O, zo'r ekan program, davayt men o'zimga mashini qo'ymoqchiman, mana shu nuqtaga keldim, tizimlashmasam bo'lmayapti, rivojlanmasam bo'lmayapti" deyotgan bo'lsangiz, unda bizning jamoamiz mana shunday yordam berishi mumkin. Agar imni mana shu demosi sizga yoqgan bo'lsa va lekin o'zingizni biznesingizda mana shu bitta misol qilib ko'rsatishimizni xohlayotgan bo'lsangiz, unda biz pastda havoli bo'ladi. O'shda ariza qoldiring, biz sizga aloqaga chiqamiz va xudo xolisa loyihalarni qilamiz, audit qilib beramiz va aynan sizning biznesingiz uchun alohida demo ham qilib ko'rsatib berishga tayyormiz. Ya'ni sizning biznesingizda, siz sohangizda qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi, bu bizani Odoo programmamiz. Pastdagi havolaga bosing, ro'yxatdan o'ting va xudo xolisa tizimlashtirish yo'lida siz bilan birga ko'rishamiz, birga ishlaymiz hamda yangi cho'qqilarga chiqamiz. Xayr, salomat bo'ling.